Hozirda kimlar o'tiradi boshqa? Remoy translyatsiya bo'ladi. Tashkilotda mana bagajda. O'zingiz bilib o'tiring. Assalomu alaykum, hurmatli viloyat hamda deputatlari, hurmatli sessiya qatnashchilari. Bugungi sessiya tuman kengashining 24 nafar deputatdan 22 nafar ishtirok etmoqda. 2 nafar deputat huzuриy sababga ko'ra ishtirok eta olmayapti. Sessiya ishini boshlash uchun quorum mavjud edi. Shu bois tuman kengashining bugungi 21 sessiya ishini boshlash bo'yicha taklif tushyapti. Agarda boshqa takliflar bo'lmasa, ushbu taklifni amalga qo'yaman. Rozilar, deputatlar. Rahmat. Qarshilar, betaraflar yo'q. Birovlar qabul qilindi. Rahmat. Deputatları viloyat hamda tuman kengashi deputatlari, tuman hokimining sohalar bo'yicha o'rinbosarlari, yirik tashkilotlar korxonalar rahbarlari, muhofaza qiluvchi organlarning rahbarlari, ommaviy axborot vosita vakillari ham taklif qilingan. Hurmatli deputatlar, endi sessiya kotibini saylashimiz kerak. Bir guruh deputatlar nomidan 18 saylov okrugidan deputat Qodirova Nigora Mirzakbarovnani sessiya kotibiga saylash taklifiga kelmoqda. Boshqa takliflar bormi? Bo'lmasam sessiya kotibligiga Qodirova Nigora Mirzakbarovnani saylasin degan deputatlar qo'l ko'tarib ovoz berishingizni so'rayman. Taklifga rozilar. Aziz deputatlar, rahmat. Qarshi e'tiroflar yo'q. Qodirova Nigora Mirzakbarovna o'z joyingizga o'tishingizni so'rayman.
Hurmatli deputatlar, endi so'zni sessiya qaror doiralari fikr berish uchun 5 talik doimiy komissiya nomidan mahalliy byudjet, tadbirkorlikni rivojlantirish va iqtisodiy islohotlar masalalari bo'yicha doimiy komissiya raisi Abdullayev Javombek Abduqayim o'g'illariga beraman. Hurmatli deputatlar, bu senatda yangi topshirig'i bizga kelgan. Har bir qabul qilingan qaror shu boshlikdagi mutaxassislarning guruhi ekspert qiladi, keyinchalik tasdiqlanadi. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli sessiya ishtirokchilari, hurmatli rais, xalq deputatlari, Ko'ksaroy tuman kengashining mahalliy byudjet, tadbirkorlik rivojlantirish va iqtisodiy islohotlar masalalari bo'yicha, korrupsiyaga qarshi kurash va xavfsizlik masalalari bo'yicha, ijtimoiy soha, yoshlar siyosati, madaniyat va sport masalalari bo'yicha, agrar, suv xo'jaligi va ekologiya masalalari bo'yicha hamda reglament va deputatlik odob axloqi masalalari bo'yicha doimiy komissiyalarining qo'shma xulosasini biz tuzganmiz, imzolaganmiz. Qo'shma xulosada biz sessiya kun tartibiga bir qator masalalarni kiritish bo'yicha xulosa qilganmiz. Masalalar bilan tashlanaman. Demak, birinchi masala Ko'ksaroy tuman mahalliy byudjetining 2026-yil birinchi chorak daromadlar rejasini oshirib bajarilgan qismi hisobidan mablag'larni yo'naltirish to'g'risida. Ikkinchi masala infratuzilma va ijtimoiy barqarorlik jamg'armasiga yo'naltirilgan mablag'lardan foydalanishga ruxsat berish to'g'risida. Uchinchi masala ayollar daftarining 7-bosqichida ayollar daftari ro'yxatiga kiritish hamda ayollar daftari ro'yxatiga kiritilgan xotin-qizlarning muammolarini hal etish va ularning ijtimoiy qo'llab-quvvatlash bo'yicha chora-tadbirlar yo'l xaritasini tasdiqlash to'g'risida. To'rtinchi masala Ko'ksaroy tuman tibbiyot birlashmasi tomonidan kasalliklarni oldini olish, erta aniqlash va davolash yo'nalishlari bo'yicha hamda moliyalashtirilishi, zarur jihozlar va tibbiy uskunalar bilan ta'minlash, kadrlar hamda dori va saqlov vositalari bilan ta'minlash holati yuzasidan 2026-yil ikkinchi chorakda amalga oshirilgan ishlar to'g'risida. Beshinchi masala Namangan viloyati Ko'ksaroy tumanida joylashgan 44-sonli alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar uchun ixtisoslashtirilgan maxsus maktab-internatni maxsus maktab internat emas 7-sonli ko'p tarmoqli maktab sifatida qayta tashkil etish to'g'risidagi masala. 6-chi masala O'zbekiston Respublikasi Prezidentining aholi va hududlarning favqulodda vaziyatlardan ishonchli muhofaza qilish holatini sohasini sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarish to'g'risidagi B185-son farmoni bo'yicha 2026-yil birinchi yarim yillik davomida Ko'ksaroy tumanida amalga oshirilgan ishlar to'g'risida. 7-chi masala O'zbekiston Respublikasi Prezidentining aholi bilan muloqot tizimini samarali tashkil qilish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi B51-sonli farmoni ijrosini ta'minlash yuzasidan 2026-yil birinchi yarim yillik davomida amalga oshirilgan ishlar to'g'risida. Ko'ksaroy tuman prokurori, adliya maslahatchisi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining birinchi sonli hamda PK-111-sonli qarorlar ijrosi doirasida qonuniylikni mustahkamlash va jinoyatchilikka qarshi kurash sohasida amalga oshirilgan ishlar yuzasidan axborot to'g'risida. Ko'ksaroy tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i Xalqxo'nik Qosimovning 2026-yil ikkinchi chorak davomida PK-1 va PK-111 sonli qarorlar ijrosi doirasida qonuniylikni ta'minlash va jinoyatchilikka qarshi kurash sohasida amalga oshirilgan ishlar yuzasidan hisobot to'g'risida. O'zbekiston Respublikasi geografik obyektlarning nomlari to'g'risidagi qonun ijrosi doirasida Ko'ksaroy tumanida geografik obyektlarni nomlash va qayta nomlash bo'yicha tuman komissiyasining takliflari to'g'risida. Ko'ksaroy tumanida dolzarb 90 kunlik tadbirlar doirasida yoshlarning bo'sh vaqtlarini yozgi ta'tillarda, mahallalarda, umumta'lim maktablarda mazmunli hamda samarali tashkil etish chora-tadbirlar to'g'risida. Xalq deputatlari tuman kengashi sessiyalarida mas'ul davlat organlari va tashkilotlari rahbarlarining murojaatlari bilan ishlash bo'yicha axborotlarning eshitilishini samarali tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida. Ko'ksaroy tuman amaliy statistik va bandlik bo'limi 2026-yil yarim yillik yakunlari bo'yicha hisobot to'g'risida. Ko'ksaroy tuman suv yetkazib berish xizmati davlat muassasasi boshlig'i Hoshimxo'jayevning 2026-yil yarim yillik yakunlari bo'yicha hisobot to'g'risida. Ko'ksaroy tuman gaz ta'minot korxonasi tomonidan 2026-yil birinchi yarim yillik yakunlari bo'yicha hisobot to'g'risida. O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga qo'shimcha o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasining 11-sonli qonuni Ko'ksaroy tumanining ijrosi to'g'risidagi masalalarni biz doimiy komissiyalarda birgalikda ko'rib chiqib, ushbu xulosadan boshlanganmiz va
ushbu masalalarni Xalq deputatlari Kosonsoy tuman kengashining 21 sessiyasida ko'rib chiqishga tavsiya qilamiz. Rahmat. Ma'lumotga savollar bormi? Ma'lumotga yo'qmi? Hurmatli deputatlar, endi sessiya kun tartibi va ish reglamentini tasdiqlab olishimiz kerak. Barchamizga kun tartibi va ish reglamentari tarqatilgan. Kun tartibidagi masalalarni ko'pligi sababli har bir mavzuga umumiy muzokaralar uchun chiqqanlar taklif beruvchilarga 5 daqiqadan ajratganmiz. Tavsiya etayotgan kun tartibi ish reglamentiga qo'shimcha o'zgartirishlar bormi? Man hamma o'zim kun tartibidagi tasdiqlangan deputatlarimiz qo'l ko'tarib qo'yishingizni so'rayman. O'zidan qarshilar betaraflar yo'qmi? Endi kun tartibidagi masalalarni ko'rishga o'tamiz. Ruxsat bersangiz, mana shu birinchi masalani kengligini, muhit borligini hisobga olib, vaqt ko'p bo'lishini hisobga olib, biz prokurorimizga bersak birinchi so'zda. O'sha o'tgan 25-yil yanvar oyidagi birinchi sonli hamda 25-yil mart oyidagi prezidentimizning qarorlarini tumanda bajarish yuzasidan axborot beruvchi so'zda Kosonsoy tuman prokurori adliya maslahatchisi Mirzayev Bahodir Shokirjonovga beramiz. Marhamat. Shunday bo'ladimi?